Taslim bo'lmoqchi emasmisan? Ichigo. Qochmayman deb aytgandim-ku. Toki mukammal Getsuga Tenshou'ni o'rgatmaguningcha, aytdim-ku senga. O'rgatmayman deb. Nimaga? Agar meni yutmoqchi bo'lganingda, buni bir lahzada yo'q qilib bo'larding. U mendan anchagina kuchliroq. Agar menga texnikani o'rgatmoqchi bo'lmasa, u shunchaki to'xtab bekinishi mumkin edi. Bu eng yengil yo'l. Bo'lmasa nimaga? Nimaga qilichidan chiqayotgan qayg'uni his etyapman. Nihoyat tushundingmi? Mukammal Getsuga Tenshou'ni o'rganishni yagona bir yo'li qilichimni qabul qilishdir. Og'riq yo'q. Albatta. Tensa Zangetsu sani bir qisming-ku. Uni qabul qilib, agar seni ichingdan sanchsam ham, og'riqni his etmaysan. Nimaga yig'layapsan? Ichigo. Jangimizni boshida aytgan gapim esingdami? Noto'g'ri tushunmagin Ichigo. Sen himoya qilmoqchi bo'lgan narsa, men himoyalamoqchi bo'lgan narsadan farqli. Ha. Himoya qilmoqchi bo'lgan narsam bu sensan, Ichigo. Bu gapim bilan nima demoqchisan? Bu texnika uchun qanaqa qurbonlik berishni tushungandan so'ng bilasan. Agar bu texnikani ishlatsang, Shinigami kuchini yo'qotasan. Alvido, Ichigo.